Umurtqa pog'onasida bir nechta muammolar bor. Bular hozirgi kunda eng ko'p uchrayotganlardan bittasi bu disk chuvralari. Umurtqa pog'onasidagi o'sha umurtqa kanalining stenozlari. Yana undan tashqari gemangiomalar bor. Kostni strukturalardagi o'zgarishlar, bular kompression perellomdan tortib bir nechta muammolar bor va hozirgi kunda eng dolzarb muammolardan bittasi bo'lib turgani bu grij diskalar, ya'ni disk chuvrasi hamda umurtqa pog'onasi, umurtqa kanalining stenozlari. Albatta bunaqa muammolar uchragan paytda birinchi yaxshi diagnostika qilishimiz kerak. Yaxshi diagnostika qilganimizdan keyin muammoni aniqlab turib, haqiqatan u bemorga qanaqa yordam berish mumkin? Konservativ davo usuli bilan yoki operativ davo usuli bilan tanlash kerak bo'ladi. Endoskopiyaning bir nechta turlari bor. Monoportal, biportal turlari, transfenomenal usulda, ya'ni o'sha yon tomonlama kirib disk chuvrasini olish usullari bugungi kunda mavjud. Asosan O'zbekistonda hozirgi kunda qilinayotgan operatsiyalardan biri bu disk chuvralari va stenozlar uchun monoportal endoskopiya qo'llaniladi, ya'ni bitta skop yordamida kiriladi. Albatta uni ham o'ziga yarasha anaqalari turlari bor. Monoportalni ham ingichka, ya'ni o'sha 4 mm, 5 mm kattalikdagi tubuslarga ega bo'lgan skoplar bor. 7-8 1 cm ga diametrga ega bo'lgan stenoskop deb aytamiz, turlari bor. Va ikkinchi undan tashqari turlari bu UB, ya'ni biportal. Bu qanaqa bo'ladi? Biportal bir vaqt o'zida ikki tomonlama ikkita joydan kiriladi. Faqat ya'ni bitta tomondan kamera, ikkinchi tomondan instrument bilan kiriladi. Kamerada ko'rib, instrument yordamida ishlanadi, ya'ni ikkita teshik yordamida qilinadi. Afzalliklari juda ko'p. Ayniqsa implant qo'ygan mahallalarda juda afzalliklari ko'p bo'ladi. Oddiy grij diskka kelgan paytda men ko'proq tavsiya bergan bo'lardim monoportal endoskopiyada ishlashni. Sababiki biportal endoskopiyaga qaraganda birinchidan bitta kamera orqali ishlanadi, travma kamroq bo'ladi. Ikkinchidan hech qanaqangi suyaklarda strukturasida ishlov bo'lmaydi, ya'ni suyak plastikasi bo'lmaydi. Suyaklarga tegilmaydi. Monoportalda, biportalda bunisiz iloji yo'q. Albatta suyakni qasr qismini olishimizga to'g'ri keladi. Ikkalasini bir-biridan farqi. Endi hozir mana operatsiyani boshlayapmiz. Monitorda etap kirib borish jarayonini ko'rsatib boramiz. Sariq boylam, ya'ni tubus kirib borishi bilan atroflarini tozalaymiz va to'g'ridan-to'g'ri sariq boylamga kirib boramiz. Sariq boylamning funksiyasi orqa miyani orqa tomondan himoyalab turish va albatta umurtqa tanalarini bir-biri bilan stabilizatsiyasini ta'minlab beradi. Tak, disk chuvrasini olish uchun sariq boylamni teshamiz va teshib kirib ichkariga kanalga qarab o'tamiz. Kanal ochildi. Mana ko'rib turibsizlar, uzoqdan bo'lsa ham. Tak, mana qarishok. Oq, mana qarishok kirib ketadigan zonasi va chiqadigan zonasi. Mana bu lateralniy chast, mana diskni ko'rib turibmiz. Qarishok ezib turgan disk. Mana qarishok tegib turibdi. Hamma tomonlama ko'rinib. Shu diskni hozir olamiz. Mana qarishok ezib turgan disk asosiy qismi, qolgan qismi mayda-mayda qilib olindi. Asosiy chiqqan qismi, ya'ni sekvestr osilib turgan qismini oldik. Qarishokni hozir yana reviziya qilamiz, tekshiramiz. Qarishok mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Hamma tomonlama mana lateralniy chast bo'sh, disk chuvrasi olindi. Olingandan keyingi mana ko'rinishi, harakatlarni bemalol ko'rishingiz mumkin. Operatsiyamiz tugadi. Rahmat.